Mashimani qizing? Ha, xuddi o'zi. Mashikani sen o'qitib olgan. Jindamisan sen? Voy, nima yo'qsa, qayerdan olding? Qizim taylab beribdi. Sen undan oldingi bergan narsalarni ham yeb yurmiding? Ha, cho'tki taylab beradi har doim. Mana nima o'zgarib qolgansan. O'qitilgan-ku ovqatlar, o'rtoq. Qarasang bo'lmaydimi buni? O'ylash bilmagansan, o'tirib olgansan. Nima? Sen hozir o'zing og'ayniga baqirib tashlayapsanmi bitta kontrni deb? Kimga baqiraman? Senda boshqa hech kim yo'q bu yerda. Seni to'shni o'qitib olgan o'rtoq, xafa bo'lma. Sen o'zing domla pomlik ko'rsatib olganmi? Qarang, sizga bitta savol-da. Mabodo ani o'qib qo'yadigan, ko'p fuqarodan tanishlaringiz yo'qmi? Bor-da, qo'shnilarimiz noma'lum bilan gaplashmayman, yoqtirmayman unaqa. Tush, bir minut gaplashib olaylik sen bilan jo'g'rim. Yana bir marta qizing seni o'qitib olgan, mana shu narsalar qilib yuribdi degan gaplarni eshitsam sendan. Sen bilan oramiz ochuv. Точно o'qitib olganmi? 100% o'qitib olgansan, tushundingmi? Uf, telefonam qilmadi-ya. Kim? Doniyor akam. Uf, yana Doniyor akam deydi. Men senga aytdim-ku, seni u 100% o'qitib olgan. Men bilgandim.